9 kishilik avtomobillar orasida hit sotuvga ega bo'lgan Jack M3 Lux avtomobilimizni mana bunday noodatiy atmosferada obzorini ko'rib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'ring, to'lov usullari va narxi bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Mana bugun Jack M3 Lux avtomobilimizni qora rangini mana bunday ajoyib atmosferada obzorini ko'rib o'tamiz. Avvalo motoridan boshlaydigan bo'lsak, motor korobkasi yaponskiy bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin 1.8 atmosferning Euro 5 standartlariga javob beruvchi ham metan ham propan o'rnatsanglar bo'ladi. Agar benzinda yuraman desanglar ham benzinda ham rasxodi juda ham kam akalar. Danli yo'lga Toshkentga qatnaydigan akalarimiz aytishyapti. 3000 oborotdan oshirmagan mijozlarimiz benzin rasxodi 5,5 ta 6 ta rasxod qilyapti akalar. Agar bosib yuradigan o'zimizga o'xshagan akalarimiz bo'lsa, ularning rasxodi bir 8 ta 10 ta orasida bo'ladi 100 km uchun. Agar propan o'rnatirib oladigan bo'lsanglar ham propanda ham deyarli 2 barobarga narxi arzon tushadi sizlarga. Mashinamizning dizayni ham juda chiroyli ishlangan. Aynan mana qora modelimizga chiroyli qilib yuz tonirovkalarni ursak, operativniy mashina bo'ladi. Mashinamizning saloniga keladigan bo'lsak, 9 o'rindiq bilan jihozlangan M1 toifaga kiradi. Aytib o'tishim kerak. Buni ko'pchilik so'rayapti, B bilan minadimi yoki D bilan minadimi deb. O'zbekiston hududida M1 toifaga kiruvchi avtomobil bo'lib, bu avtomobilimiz B prava bilan minsanglar bo'laveradi. Sababi shoferdan tashqari 9 ta odam bo'lsa, D toifaga kiradi. Shoferdan tashqari 8 ta va undan kam bo'ladigan bo'lsa, B prava bilan minsa bo'laveradi akalar. Bularimiz ham shu M1 toifaga kiradi, ya'ni B prava bilan minsanglar bo'laveradi. Mana shoferga ham qulayliklari talaygina, zadning kameralari, tablolari, konditsioner, pechka, magnitofon, rullar elektronika bo'ladi. Yon oynalari ham elektronika. Orqa tomonda ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonga ham alohida konditsioner tizimi bilan jihozlangan. Salonlari ham ancha keng, o'tirgan odam ham bemalol anaqsa bo'laveradi. Sig'imi ham mana meni bo'yim uzunligi uchun juda noqulaylik bo'lyapti, lekin har qalay damazdan ko'ra ancha yaxshi akalar. Mana sidinlar ham yotadi. Bemalol qulaygina ketsanglar bo'laveradi. Undan tashqari har bir passajir uchun mana bunday podlokovniklari ham bor. Ularni ham ko'tarib qo'yib, xohlasanglar tushirib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari buni ko'proq Buxoro, Samarqand, Xivaga tur agentliklari ko'proq xarid qilyapti. Bemalol ikkita sidinasini olib tashab 7 kishilik qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Agar mana 9 kishilik qilib foydalanadigan bo'lsanglar ham, orqada ham bagajlar ketish uchun katta joyi bor. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol 4 ta odamni bagajini sig'dirib olsa bo'ladi bu joyga. Yoki sidinalarni orqaga surib turib, ichkarida ham ancha joy. Masalan, o'zimizni O'zbekiston sharoitida yuraman, men danli yo'lga yurmayman, menga chamadonga joy bo'lish shart emas degan akalarimiz uchun sidinani 20 sm orqaga sursanglar, ichkarida ancha joy bo'ladi. Bemalol o'tirib O'zbekiston bo'ylab yursanglar bo'ladi. Undan tashqari oilaviyga ham juda zo'r mashina akalar. O'zimizni Damaslardan ko'ra ikkita sidinasini yotkizib, ancha yuk ursa ham bo'ladi bunga. Bundan tashqari bularimizni agar yukka foydalanaman desanglar, M3'imizni van varianti bor. Unga ham ancha yuk sig'adi. Orqa tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonlari ham juda chiroyli ishlangan, o'ziga yarasha. Bu aytib o'tganimdek Jack M3 Lux Plus varianti, eng fulli bu. Fullini ajratib olish uchun aytib o'taman, mana diskasi zavodskoy quyma diskalarda bo'ladi. Oddiy komfort pozitsiyasida bu diskalari bo'lmaydi akalar. Undan tashqari bunimizda bokovoylar ligirovkasi ham elektronik bo'ladi. Undan tashqari qiziydi ham. Bokovoy oynalari ham, yon oynalari ham elektronika bo'ladi. Endi eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizni siz 215 million 460 ming so'm to'lab, naqd pul evaziga xarid qilsangiz bo'ladi, bir kun ichida nomingizga chiqarib beramiz. Undan tashqari bizda avtokredit yoki foizsiz muddatli to'lovga ham berib chiqarib beramiz mashinalarimizni. Boshlang'ich 25% bilan 1 yildan 5 yilgacha avtokredit orqali, boshlang'ich 70% ni to'lasangiz 1 yilga muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Foizsiz muddatli to'lovga aytib o'tishim kerak. Agar 50% pulim bor meni, yo'q 50% bilan chiqarib ber deydigan bo'lsangiz, qolgani 50% ni to'lab, qolgan summasini 6 oyga muddatli to'lovga chiqarib bera olamiz. Avtomobillarimizni bir kun ichida nomingizga chiqarib beramiz. Undan tashqari metan propan o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor. Garantiyasidan chiqmagan holatda bularni ham o'rnatib beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing yoki Jack Motors'ning Andijon filialiga tashrif buyuring.